Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoda granulatorlar bo'yicha qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bu hozir ishlab turgan modeli 3 fazali bu. Xaridingizga keladigan bo'lsak, granulator soatiga 300 kilodan 400 kilogacha chiqarib beradi. Motor 11 kilovatli. Hozir test rejimda apilga chiqarilyapti. Matrisasini regulyovka qilishingizga qarab o'zgartiradi. Bu tomonda 2 faz 220 ga ishlaydigan kichik granulatorlar ham bor. Bu 4,5 kilovat bo'ladi, remen orqali ishlaydi. Demak, bu obyomi qanaqa? Obyomi soatiga 100 kilodan 150 kilogacha o'rtacha chiqarib beradi. Bundan tashqari do'stlar, mana bu yerda 15 kilovatligi, 22 kilovatligi, 37 kilovatgacha mavjud. Har xil turdagi granulatorlar, matrisalar ham bor bularga. Ular testli rejimda ishlatib ko'rilyapti. Yangi upakovka bo'ladi. Bu 7,5 kilovatligi, soatiga 200 kilodan 300 kilogacha chiqarib beradi. Ikki xili bor. Bularni to'g'ridan to'g'ri motorga ulangan va через korobka orqali. Bu через korobka, bu to'g'ridan to'g'ri. Mana bu katta model ham to'g'ridan to'g'ri ulangani bu. Bu korobka yo'q deyarli. Kimga shunaqa granulatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qiling. Zavod granulatorlar narxlari eng kichigi 6,8 so'mdan boshlanadi. 4,5 kilovatligi. Qolgani motori, quvvatiga qarab oshib boraveradi. 2,5 3 ming dollargacha.